Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. 1 avgustdan pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar oshishi, ayniqsa ishlayotgan pensionerlar uchun ikki bosqich masalasi ko'pchilikni qiziqtiryapti. Men bugun sizga bu o'zgarish kimga taalluqli, kim qancha kutishi mumkin, kim ariza berish kerak, kim shunchaki kutsa bo'ladi, qayerda xato qilmaslik kerak, hammasini oddiy tilda tushuntirib beraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz, ota-onangiz pensiya olsa yoki ishlayotgan bo'lsangiz, pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik hujjat, bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta kechikkan ariza pulingizga ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday yangiliklarni oddiy odam tushunadigan qilib, raqamlar va misollar bilan tushuntirib boraman. Avvalo masalani joyiga qo'yib olaylik. Pensiya oshish deganda ko'pchilik buni bir xil tushunadi. Demak, hammaga bir xil summa qo'shilar ekan deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya oshishi bir necha turga bo'linadi. Birinchisi umumiy indeksatsiya, ya'ni davlat tomonidan belgilangan foiz yoki bazaviy miqdorlar o'zgarishi hisobiga pensiyalar qayta ko'rib chiqiladi. Ikkinchisi minimal miqdorlar, nafaqalar, kompensatsiyalar yoki ayrim ustamalar oshishi. Uchinchisi ishlayotgan pensionerlar uchun staj va ish haqi ma'lumotlarini qayta hisobga olish orqali pensiya miqdorini qayta hisoblash. Bugungi mavzuda eng ko'p savol tug'dirayotgan joy aynan shu. 1 avgustdan pensiya yana oshadi degan gap hamma uchun bir xil oshadi degani emas. Ayrim pensionerlarning pensiyasi avtomatik oshadi. Ayrimlarda esa ish staji, sug'urta badallari, soliq va rasmiy ish haqi ma'lumotlari asosida qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Ayrimlar esa umuman qo'shimcha pul kutmasligi kerak, chunki ularning holatida oshirishga asos bo'lmasligi mumkin. Oldin ko'p hollarda pensioner ishlayotgan bo'lsa ham, uning keyingi ishlagan yillari pensiyasiga tez va to'liq ta'sir qilmasdi. Odamlar shunday derdi: men pensiyaga chiqqanimdan keyin ham 3 yil ishladim, 5 yil ishladim. Lekin pensiyam sezilarli o'zgarmadi. Buning sababi shundaki, pensiya tayinlangandan keyingi ishlangan davrlarni qayta hisoblashning tartibi, muddatlari, ma'lumotlar bazasiga tushishi va murojaat qilish masalalari hamma uchun tushunarli emas edi. Endi esa ikki bosqich deganda ko'pchilik aynan ishlayotgan pensionerlar uchun keyingi bosqichda qayta hisoblash, ya'ni pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan davrni hisobga olish tartibi yoki amaliyot haqida gapiryapti. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Agar odam pensiya yoshiga yetib pensiya olib turgan bo'lsa-yu, shu bilan birga rasmiy ishlashda davom etsa, uning ish staji va rasmiy daromadi kelgusida pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu ta'sir har doim ham bugun ishladim, ertaga pensiyam oshdi degan shaklda bo'lmaydi. Qonuniy tartib, ma'lumotlar, davrlar va qayta hisoblash mexanizmi bor. Asosiy qism bin nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasligi kerak. Birinchi guruh oddiy yoshga doir pensiya olayotgan va ishlamayotgan fuqarolar. Agar siz faqat pensiya olayotgan bo'lsangiz, hozirda rasmiy ish joyingiz bo'lmasa, siz uchun eng asosiy o'zgarish umumiy oshirish va minimal miqdorlar bilan bog'liq bo'ladi. Bunday holatda ko'p hollarda qo'shimcha ariza yozishingiz shart bo'lmaydi. Pensiya jamg'armasi tizimida sizning pensiya ishingiz bor. To'lov bank kartangizga yoki pochta orqali keladi. Oshirilgan miqdor ham belgilangan muddatdan keyin avtomatik aks etishi kerak. Masalan, aytaylik, bir onaxon oyiga 1 million 1 ming so'm pensiya olayotgan edi. Agar umumiy oshirish foiz asosida bo'lsa, uning pensiyasi shu foizga ko'ra qayta hisoblanadi. Agar minimal pensiya miqdori oshirilsa, onaxonning pensiyasi yangi minimal chegaradan past bo'lsa, u holda pensiyasi yangi belgilangan minimal darajaga yetkazilishi mumkin. Lekin agar u allaqachon yuqoriroq pensiya olayotgan bo'lsa, minimal chegaraning o'zgarishi unga bevosita katta ta'sir qilmasligi mumkin. Ikkinchi guruh ishlayotgan pensionerlar. Mana eng ko'p savol shu yerda. Agar siz pensiyaga chiqib, keyin ham rasmiy korxonada, maktabda, bog'chada, tibbiyot muassasasida, xususiy firmada yoki yakka tartibdagi faoliyat orqali qonuniy ishlayotgan bo'lsangiz, siz uchun staj va ish haqi ma'lumotlari juda muhim. Chunki pensiya hisobida shunchaki ishladim degan gap emas. Balki rasmiy hujjat va tizimdagi ma'lumot muhim. Misol keltiraman. Ahmad aka 2020-yilda pensiyaga chiqdi. Pensiyasi tayinlanganda uning 28 yil ish staji hisobga olindi. Pensiyaga chiqqandan keyin ham u qorovul bo'lib rasmiy ishlashda davom etdi. Har oy oylik oldi. Ish beruvchi soliq hisobotlarida uni ko'rsatdi.
2021, 2022, 2023 va 2024 yillarda uning rasmiy ishlagan davri yig'ildi. Endi qayta hisoblash tartibi bo'yicha bu davr pensiya ishida ko'rib chiqilsa, Ahmad akaning pensiyasiga ma'lum miqdorda qo'shimcha qo'shilishi mumkin. Lekin agar u o'sha yillarda norasmiy ishlagan bo'lsa, ya'ni og'zaki kelishuv bilan o'lgan bo'lsa, bu davr pensiya tizimida ko'rinmasligi mumkin. 3-guruh pensiyaga chiqish arafasida turganlar. Masalan, erkak kishi 60 yoshga, ayol kishi 55 yoshga yaqinlashyapti. Lekin hali hujjat topshirmagan. Sizlar uchun eng muhim maslahat pensiya hujjatlarini tayyorlashni oxirgi o'yga qoldirmang. Chunki ish daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari eski korxonalardan olingan ma'lumotnomalar. Bolalar parvarishi davri, harbiy xizmat, o'qish davri yoki boshqa imtiyozli davrlarni tasdiqlash uchun vaqt ketadi. Agar hujjat to'liq bo'lmasa, pensiya kamroq hisoblanishi yoki tayinlash kechikishi mumkin. 4-guruh nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Bu guruhda oshirish tartibi yoshga doir pensiyadan farq qilishi mumkin. Chunki nogironlik guruhi tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, qaramog'idagi shaxslar soni, minimal to'lovlar va boshqa omillar bor. Agar siz ushbu toifaga kirsangiz, hammaniki oshsa, meniki ham xuddi shuncha oshadi deb kutmang. Sizning to'lovingiz alohida mezonlar asosida ko'riladi. Endi raqamli misollar orqali tushuntiraman. Faraz qilaylik, bir pensioner 1.500.000 so'm pensiya olayotgan edi. Agar umumiy oshirish 10% bo'lsa, oddiy hisobda 1.1 so'm qo'shilib 1.600.000 so'm bo'lishi mumkin. Lekin hayotda pensiya tarkibida bazaviy qism, stajga qo'shimcha, ustama, kompensatsiya, ayrim cheklovlar bo'lgani uchun aniq summa har doim ham kalkulyator'dagi oddiy foizdek chiqmasligi mumkin. Shuning uchun men to'g'ri raqamni pensiya jamg'armasi bazasidagi shaxsiy hisob-kitob ko'rsatadi. Yana bir misol. Dilbar opa pensiyaga chiqqandan keyin 2 yil maktabda farrosh bo'lib ishladi. Oyligi past bo'ldi, lekin rasmiy bo'ldi. U o'ylashi mumkin, oyligim kam edi, demak pensiyamga hech narsa qo'shilmaydi. To'liq bunday emas. Rasmiy ishlangan davr staj sifatida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Biroq qo'shimcha miqdor katta bo'lmasligi ehtimoli bor. Ya'ni 2 yil past oylik bilan ishlagan odamning pensiyasi juda katta oshib ketishini kutmaslik kerak. Lekin 20.000, 20.000 so'm ham pensioner uchun muhim pul. Ayniqsa dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat narxlari oshayotgan paytda bu ham yordam beradi. Boshqa misol. Ravshan aka pensiyaga chiqqandan keyin xususiy firmada direktor o'rinbosari bo'lib 4 yil ishladi. Oyligi rasmiy yuqori ko'rsatildi. Uning holatida qayta hisoblash natijasi Dilbar opanikidan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Chunki ish haqi bazasi yuqori. Lekin bu yerda ham hamma narsa avtomatik ravishda eng yuqori miqdorga chiqadi degani emas. Pensiya formulasida hisobga olinadigan davrlar, o'rtacha ish haqi, belgilangan cheklovlar va amaldagi tartib bor. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan, lekin pensiyasi qayta hisoblanganini bilmayotganlar. Ikkinchidan, ish beruvchi soliq hisobotlarida to'g'ri ko'rsatmaganini tekshirmaganlar. Uchinchidan, eski ish joylari yopilib ketgan, hujjatlari arxivida bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar. To'rtinchidan, pensiya miqdori keskin kam ko'ringan, lekin staji ko'p bo'lgan odamlar. Bunday holatda albatta tekshirish kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har safar umumiy oshirish bo'lganda avtomatik oshib kelayotgan bo'lsa, siz ishlamayotgan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz oldin to'liq topshirilgan bo'lsa, sizdan qo'shimcha harakat talab qilinmasligi mumkin. Lekin baribir oylik tushum kelganda summani tekshiring. Chunki ba'zan bank kartaga tushgan pul bilan hisoblangan pul orasida pochta, qarzdorlik, aliment, ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolishlar sabab farq bo'lishi mumkin. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq norasmiy ish. Ko'p odamlar pensiyaga chiqqandan keyin bozorda, qurilishda, do'konda, fermer xo'jaligida yoki xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydi. Lekin rasmiy shartnoma bo'lmaydi. Pulni naqd oladi. O'sha odam chinakam mehnat qilgan, ter to'kkan, lekin pensiya tizimi uchun bu mehnat ko'rinmas bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlarga mening birinchi maslahatim: ish beruvchi bilan rasmiy mehnat shartnomasi qiling. Oylik rasmiy ko'rsatilsin, soliq hisobotlarida ism familiyangiz chiqsin. Ikkinchi tuzoq: mening ish daftarchamda yozuv bor, shuning o'zi yetadi degan fikr. Ish daftarchasi muhim, lekin hozir ko'p ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi.
eski davrlar uchun ish daftarchasi va arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Yangi davrlar uchun esa elektron mehnat daftarchasi, soliq bazasi, yagona mehnat tizimidagi ma'lumotlar ahamiyatli. Agar ish daftarchasida yozuv bor, korxona hisobot topshirmagan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Aksincha elektron bazada ma'lumot bor, odam qog'oz hujjatni yo'qotgan bo'lsa, ba'zan elektron ma'lumot yordam beradi. 3-tuzoq. Pensiya oshishini qarz yoki ushlab qolishlar bilan adashtirish. Masalan, pensionerning kommunal qarzi kredit bo'yicha ijro hujjati yoki aliment majburiyati bo'lishi mumkin. Pensiya oshgan bo'lsa ham. Kartaga tushgan summa kutilgandan kam bo'lib ko'rinadi. Odam darrov pensiyam oshmabdi deydi. Aslida esa hisoblangan pensiya oshgan, lekin ma'lum qismi ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan yoki byuroning ijro hujjatlari bo'yicha ma'lumotdan tekshirish kerak. 4-tuzoq. Pensiya turini bilmaslik. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ijtimoiy nafaqa, bular bir xil emas. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila a'zolari soni muhim bo'lishi mumkin. Nogironlik pensiyasida guruh, qayta ko'rik muddati va tibbiy xulosa muhim. Yoshga doir pensiyada staj va ish haqi asosiy rol o'ynaydi. Shuning uchun qo'shnining pensiyasi 200 mingga oshdi, menikisi 120 mingga oshdi deb xafa bo'lishdan oldin pensiya turi va hisoblash asosini solishtirish kerak. 5-nozik jihat, pensioner ishlashni davom ettirsa, bu har doim ham zarar degani emas. Ba'zi odamlar ishlasam pensiyamni kesib qo'yishadimi deb qo'rqadi. Hozirgi tartibda ko'plab holatlarda pensioner ishlashi pensiya olish huquqini bekor qilmaydi. Lekin ayrim imtiyozli to'lovlar, kompensatsiyalar yoki mahsulotlarda ish bilan bandlik ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning aynan qaysi pensiya yoki nafaqa turini olayotganingizni aniqlang. 6-nozik jihat, qayta hisoblash uchun muddat. Ko'p odam avgustdan oshadi degan gapni eshitib, 1 avgust kuni ertalab kartamga darrov yangi summa tushadi deb o'ylaydi. Amalda to'lov sanalari bor. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir pochta orqali kechroq oladi. Hisob-kitob bazalarida yangilanadi. Keyin to'lov tizimiga uzatiladi. Shuning uchun birinchi kunning o'zida vahima qilish kerak emas. Lekin butun oy o'tib ketib ham summa o'zgarmasa, albatta murojaat qilish kerak. 7-nozik jihat, hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana xatolari. Bu ayniqsa eski davr hujjatlarida ko'p uchraydi. Masalan, ish daftarchasida Oktamov deb yozilgan, pasportda Oktamov bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 12 mart, boshqasida 21 mart bo'lib qolgan. Bunday kichik ko'ringan xatolar stajni tan olishda muammo tug'diradi. Agar shunday bo'lsa, arxiv, HDY, sud orqali tasdiqlash kerak bo'ladigan holatlar ham uchraydi. 8-nozik jihat, ish beruvchi tomonidan rasmiylashtirishdagi xatolar. Ayrim korxonalarda pensioner bilan mehnat shartnomasi tuziladi, lekin elektron tizimga vaqtida kiritilmaydi. Ayrim joylarda oylikning bir qismi rasmiy, bir qismi norasmiy beriladi. Pensiya hisobida esa faqat rasmiy qism ko'rinadi. Masalan, pensioner qo'liga 3 million so'm oladi, lekin hujjatda 1 million 200 ming so'm ko'rsatilgan. Keyin u qayta hisoblashda yuqori qo'shimcha kutadi. Lekin tizimda past oylik ko'ringani uchun natija kam chiqadi. Bu yerda ayb pensiya organida emas, avvalgi rasmiylashtirishda bo'lishi mumkin. Endi eng kerakli qism, siz amalda nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya turi va hozirgi miqdorini aniqlang. Kartaga qancha tushayotganini bilish yetarli emas. Sizlarga qancha pensiya hisoblangan, undan nimadir ushlab qolinyaptimi? Qo'shimcha ustama bormi, buni bilish kerak. Buning uchun pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, mavjud elektron xizmatlar orqali shaxsiy ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingiz, nabrangiz yoki mahalladagi mas'ul xodimdan yordam so'rang. Ikkinchi qadam, agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish joyingiz rasmiyligini tekshiring. Kadrlar bo'limidan yoki buxgalteriyadan so'rang. Mening mehnat shartnomam elektron tizimga kiritilganmi? Oyligim rasmiy ko'rsatilganmi? Soliq hisobotlarida men xodim sifatida chiqyapmanmi? Bu savollarni berishdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Bugun so'ramasangiz, ertaga pensiya qayta hisobida muammo chiqsa, isbotlash qiyinlashadi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar, pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, u mehnat daftarchasi, elektron mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumot, ish haqi haqida ma'lumotnoma
eski ish joylari bo'yicha arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmatni tasdiqlovchi hujjat. Farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim haqidagi hujjatlar. Hamma hujjat hammaga kerak bo'lmaydi. Lekin sizda mavjudlarni bir papkaga yig'ib qo'ying. 4-qadam. Agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada aniq yozing. Mening pensiyaga chiqqanimdan keyin rasmiy ishlagan davrlarimni hisobga olgan holda qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Yoki pensiya miqdorimning hisob kitobini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Arizangizga nusxa oling. Qabul qilingan sana va ro'yxat raqamini oldiring. Bu keyin juda kerak bo'ladi. 5-qadam, ish beruvchidan ma'lumotnoma oling. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin bir yoki bir nechta joyda ishlagan bo'lsangiz, har bir ish joyidan ishlagan davringiz va ish haqingiz to'g'risida ma'lumot so'rang. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Ba'zan tuman arxivi, viloyat arxivi yoki korxonaning huquqiy vorisi orqali ma'lumot topiladi. Bu biroz vaqt oladi, lekin topilgan har bir tasdiqlangan oy kelajakdagi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 6-qadam. Bank kartadagi tushumni tekshiring. Avgust oyidan keyin yangi summa tushganda avvalgi oy bilan solishtiring. Masalan, iyulda 20 million 120 ming tushgan bo'lsa, avgustda qancha tushdi? Agar bir xil tushgan bo'lsa, sabr qiling. To'lov sanasi yoki qayta hisob jarayoni bo'lishi mumkin. Lekin sentabrga borib ham hech qanday o'zgarish bo'lmasa, tuman pensiya jamg'armasiga boring va yozma tushuntirish so'rang. 7-qadam. Qo'shnilarning gapiga emas, rasmiy javobga tayaning. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Mahallada biri hammaga 500 mingdan qo'shilar ekan deydi. Boshqasi faqat ishlayotganlarga ekan deydi. Yana biri ariza bermasang puling kuyadi deydi. Natijada odamlar sarosimaga tushadi. To'g'ri yo'l o'z pensiya ishingiz bo'yicha rasmiy ma'lumot olish. Chunki har bir odamning staji, ish haqi, pensiya turi, oilaviy holati, imtiyozi boshqa. 8-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi zarur bo'lsa, tegishli vazirlik yoki sud tartibida murojaat qilish mumkin. Lekin har bir bosqichda hujjat, ariza nusxasi, javob xati bo'lishi kerak. Men bordim, aytdim, ular rad etdi degan gap huquqiy jihatdan kuchsiz. Yozma iz qoldiring. Yana bir muhim maslahat, agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p pensionerlar elektron tizim, ariza, bank ilovasi, MyPongov yoki boshqa xizmatlardan foydalanishni bilmaydi. Farzandlar esa ba'zan pensiya o'zi tushyapti-ku deb e'tibor bermaydi. Aslida ota-onangizning pensiya ishi to'g'ri yuritilayotganini bir marta tekshirish, kerakli hujjatlarni tartibga solish, arxiv ma'lumotlarni topish ularga har oy qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Ishlayotgan pensionerlarga alohida aytaman. Agar siz hozir ham ishlayotgan bo'lsangiz, bugundan boshlab har bir hujjatingizni tartibga keltiring. Mehnat shartnomangiz nusxasini saqlang. Ishga kirish va ishdan bo'shash buyruqlarini oling. Oylik hisob varaqalarini imkon qadar saqlab boring. Elektron mehnat daftarchangizda davrlar to'g'ri ko'rsatilganini tekshiring. Korxona nomi o'zgarsa, tugatilsa yoki boshqa tashkilotga qo'shilsa, hujjat qayerga topshirilganini bilib qo'ying. Pensiyaga endi chiqadiganlarga ham eslataman. Faqat yosh yetishi pensiya to'liq va yuqori chiqadi degani emas. Staj va rasmiy ish haqi muhim. Agar hayotingiz davomida uzoq vaqt norasmiy ishlagan bo'lsangiz, pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Shuning uchun yoshlar ham bu mavzuni faqat keksalarniki deb o'ylamasin. Bugun rasmiy ishlash, soliq va ijtimoiy to'lovlarning ko'rinishi ertangi pensiya huquqingizning poydevori bo'ladi. Xulosa qilib aytaman. 1 avgustdan pensiya oshishi haqidagi yangilik hamma uchun muhim, lekin hammaning holati bir xil emas. Ishlamayotgan pensionerlarda ko'pincha oshirish avtomatik aks etadi. Ishlayotgan pensionerlar esa rasmiy staj, ish haqi, elektron ma'lumotlar va qayta hisoblash masalasiga jiddiy qarash kerak. Eng katta xato norasmiy ishlash. Hujjatlarni yig'maslik, og'zaki gaplarga ishonish va yozma ariza bermaslik. Men sizga tavsiya qilaman. Avgust oyidagi pensiya tushumini albatta tekshiring. Oldingi oy bilan solishtiring. Agar savol tug'ilsa, tuman pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Hujjatlaringizni tartibga keltiring va ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingiz rasmiyligini aniqlang. Shunda siz o'zingizga tegishli pulni yo'qotmaysiz. Sizda pensiya oshishi bo'yicha qanday savollar bor? Siz ishlayotgan pensionermisiz yoki ota-onangiz pensiya oladimi?
kommentariyada yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta yuborilgan video kimningdir har oy oladigan pulini to'g'ri hisoblatishiga yordam berishi mumkin.